Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz 9 darsimizda maxsus xilay vardığı kiravsing bilan 10 xilay vardığı kiravsing yani barabar bo'lgan kesim yo'l egizlari bilan barabar bo'lmagan kesim yo'l egizlarininki yo'l berish qoidalarini o'rganib o'tgandik. Bu dars mayli kundalik turmushda bo'lsin va yoki amaliyot nazariya imtihonida bo'lsin, amaliyot imtihonida bo'lsin, sal bishimizni qaymoqtiradigan bir nazariya qoidasi. Shunga mushtar darsimizning nazariya qismiga oid maxsus mashq savollarni tayyorladik. Ya'ni bu filmimizda mush mashq savollarni bir ishlab o'rgangan nazariyalarni tasdiqlabmiz. Ya'ni imtihonga qanday shaklda chiqadi deganda bu savollar mushta bir yo'l egizlarni berib kim boshda mangdi, kim oxirda mangdi degandan har xil shaklda chiqadi. Masalan, bu savolda biz kim boshda mangdiganligini topamiz. Yani qaysi mashina, 3 mashina ekan qarasanglar, sariq mashina, qizil mashina, ko'k mashina yoki yeşil mashina, yeşil ko'kning oraliqida. Mushningdan qaysi mashina burun mangdi, shuni tep chiqamiz. Nazariyalarimiz so'zlagandik. Yani old bilan bu crossing xilayik vardığımı, 10 xilayik vardığımı shuni hukm qilamiz. Qarasanglar, bu crossingninki mayli yo'lning ustida bo'lsin yoki yo'lning yon tarafida bo'lsin, hech qanday qatnash taxtasi yo'q, qatnash chirig'i yo'q, qatnash belgisi yo'q. Shunga bu xilayik vardığı crossing bo'ldi. An xilayik vardığı crossingda qanday bo'ladi? Ya'ni o'ng tarafdan kelgan qatnashga yo'l beratdik. Hozir yana 2 nomerlik mashina, birinchi nomerlik mashinaga, siriq mashinaga yo'l berish kerak. Ya'ni siriq mashina ma'ning 2 nomerlik mashinaning o'ng tarafidan keldi. Uning keyindan qizil mashina, ya'ni siriq mashina qizil mashinaga yo'l berish kerak. Bu o'ng tarafdan keldi. Ya'ni hozir mushta olganda qizil mashina, yani siriq mashina qizil mashinaga yo'l beradi, miyadagi ko'k mashina siriq mashinaga yo'l beradi. Endi ma qizil mashinaning o'ng tarafidan kelgan hech qanday mashina yo'q. Endi shuni qaraymiz, ma qizil mashina bilan ma ko'k mashina qaraymiz. Ya'ni 3 nomerlik mashina, 2 nomerlik mashinaga. Bu ikkilisi har ikkilisi qoidaga hozircha. Lekin ma ko'k mashina o'ng tarafga qiyib korti bo'qti qildi ekan, lekin qizil mashina sol tarafga qiyib lang bo'qti qildi ekan. Bunda xilayik vardığı crossingning yana bir qoidasi korti bo'qti xat for lang bo'qti. Shunga old bilan 2 nomerlik ko'k mashina mangdi, uning keyindan qizil mashina mangdi, eng oxirida siriq mashina mangdi. Ya'ni qoidasi mushta, imtihonda yoki amaliy turmushda mushta hukm qilamiz. Endi ikkinchi savol kelayli. Endi ikkinchi savolimiz kelsak, ya'ni kim boshda mangdi degan qoida. Qarasanglar 4 xil qatnash bor ekan. Miyad bir siriq mashina, qizil mashina, miyad bir ko'k mashina, endi miyad bir piyoda manguvchi bor ekan. Qarasak qatnash taxtalari bor ekan, forrang sivqning belgisi, stopboard bor ekan. Demak, bu 10 xilayik vardığı crossing. Yani 10 xilayik vardığı crossingda qatnash taxtalari, qatnash belgileri tarafidan belgilanadi. Buni qaraymiz. Shuni endi hozir qaraylik, yana ma siriq mashina bilan siriq mashina yana forrangis vaqtda ketib turibdi. Anda ma qizil mashina bilan ko'k mashinaning oldida stopboard bor ekan. Stopboard bo'z qanday qiladi? Yani stopboard bo'lgan vaqtida cho'qim to'xtaydiq hamda mushu o'ng va soldan kelgan mashinaga yo'l beradi. Hozir ma qizil mashina bilan ko'k mashina bu yerda cho'qim to'xtaydi. Yani ma siriq mashina yani forrangis vaqtda ketib turibdi. Mana forrangis vaqtda ketib qolgan keyin buning oldin mingish haqqi bor. Şuna old bilan mangdigini siriq mashina oldu. Endi men bir piyoda mangan odamga keldik. Bu piyoda mangan odam udul qarab mangdi ekan. Ya'ni bu piyoda mangan odamning qoidasi bu odam ham bir bu odam mangan yo'l ham forrangis bo'ldi-chu, ham udul manganlik uchun yani o'xshash bir yo'lda yani raxt Doğruxandı firker, xat for afsılandı firker depçu. Şun hazır miyada bu piyoda mangan adammu ma qızıl mashina bilan ko'k mashinaning oldida mangsi bo'ldi-chu. Yani oldidan siriq mashina, uning keyindan piyoda mangan adam, endi ma qizıl mashina bilan ko'k mashinaga keldik. Qızıl mashina o'ng tarafga qaydi ekan, lekin ko'k mashina sol tarafga qaydi ekan. Yani o'ng tarafga qaygan mashina
kortni buxt qilgan bo'ldi. Sol tarafga qaygan ko'k mashina lang buxt qilgan bo'ldi. Kortni buxt, xatfor lang buxt degan qoida bo'yicha qizil mashina boshda mangdi. Eng oxirida ko'k mashina. Yani shu ma qoidada hozir siriq mashina forrangs vaqt ketib bordi, birinchi yo'lab mangdi. Uni keyindan piyoda mangan odam o'xshash bir yo'lda, lekin udul qarab manganlik uchun bu mangdi. Onda qizil mashina korti buxt qilganlik uchun yeşil ko'k mashinaga silishtirganda qizil mashina, uning keyindan ko'k mashina. Shu rad tartibi 2 4 1 3 bo'ldi. Sol kelsak deydi, mutjen nu ook voorrang verlenen aan alle bestuurders op de kruisende weg. Yani siz hazır şu kruisende weg, yani mush kesishma yo'ldagi bütün bestuurderlarga yo'l berishingiz kerakmi deydi-ku. Uni qarasanglar oldimizda Hayintandan bor ekan. Hayintandanning uchi bizga qarabdi. Buning qoidasi bo'yicha Hayintandanning uchi bizga qarasa, biz mushu kravsundi vaqtiki, ya'ni o'ng tarafdan, sol tarafdan kelgan butun bestuurlarga yo'l beradi. Shu buning javobi ya. Endi ma sol deydi, Wilkebord betekent voorrangsweg. Ya'ni ma ikki taxtadan qaysi voorrangswegning belgisi deydi. Buni A javob, mush voorrangswegning belgisi. Biz buni burungi darslarimizda o'rganib o'tgan. Javob A. Odamni qaymoqtiradigan bir savol shakli ham. Mushning qarab bilan balkim qizil mashina o'ng tarafdan keldi. Shunga yo'l berishi mumkin deb tushunishinglar mumkin-ku. Lekin biz ma taxtini hozir qarab, ikki taxta bor-ku bu yerda. Oldidan ustidagi qizil taxta, ya'ni o'ng tarafdan kelgan qatnash sizga yo'l beradi deganni bildiruvchi. Bu voorrangsport by de kruisende weg. Yani qarasanglar, kichik bir strelka bor o'ng tarafda. Yani o'ng tarafdan kelgan qatnash sizga yo'l beradi deganni bildir. Anda ostidagi qara qilin siziqda chizilgan taxta biz bunday yo'lni Dorxanda weg deymiz-ku. Yani yo'l, gerçi biz mashinamda solga qayrilgan bilan, lekin yo'lning shakli mushunday yo'lchu. Biz buni Dorxanda weg deymiz. Shunga bunda Dorxanda weg deydigan vaqtimizda yan tarafdan kelgan va yoki udul qarish tarafdan kelgan mashinalar odatda bizga yo'l beradi-ku. Shu biz hozir ahvolda Dorxanda weg deb ketib borganligimiz uchun qizil mashina gerçi o'ng tarafdan kelgan bo'lsin, lekin biz bunga yo'l bermaymiz. Shu buning javobi ne bo'ldi? Yani bu yolda hiç qanday qatnash taxtasi yo'q, belgisi yo'q, chirig'i yo'q. Shunga bu Gelijkwaardig kruisingda. Gelijkwaardig kruisingning 3 qoidasining birinchisi o'ng tarafdan kelgan qatnashga yo'l beradi. Qarasanglar, Bromfiets, mashina Bromfietsga nisbatan o'ng tarafdan keldi. Shu Bromfiets mashinaga yo'l beradi. Lekin Velspit mashinaga nisbatan o'ng tarafdan keldi. Shu bu mashina Fietsga yo'l beradi. Shu buning rad tartibi old bilan Fiets, uning keyindan auto, uning keyindan Bromfiets. Yani Velspit mashina, uning keyindan to'qliq Velspit. Qaraymiz, qarasak, yo'lning ustida qatnash belgisi bor ekan. Demak, bu 10 Gelijkwaardig kruising. 10 Gelijkwaardig kruisingda mush qatnash belgisi, qatnash taxtalari bor ekan. Mana yo'lning o'ng tarafiga mushdan qaraymiz. Shunga hozir buna miyadagi Bromfietsning oldida Hayintandan bor ekan. Hayintandanning uchi Bromfiets qarabdi. Shunga Bromfiets to'xtab turdi hozircha. Bromfiets to'xtab turdi. Yani eng keyinda mangligini Bromfiets bo'ldi. Endi mashina bilan at harvisi qaraymiz. Hozir mashina udul mangdi ekan. At harvisi sol tarafga qaydi ekan. Rechtdoorgaande verkeer gaat voor afslaande verkeer. Yani udul mangan qatnash, qayrilgan qatnashdan oldida mangdi degan qoida bo'yicha mashina oldidan mangdi. Uning keyindan at harvisi, Spannenwagen at harvisi, eng oxirida Bromfiets to'qliq Velspit mangdi. Yani buning to'g'ri javobi A javob bo'ldi.
Hem keyinskili je wilt rechts af, moet je snorfiets voor laten gaan. Yani biz hozir mana mashinani haydab ketib boramiz, hozir o'ngga qayrilmoqchi ekanmiz. U chog'da mana snorfietsni cho'qim yo'l berishingiz kerakmi deydi-chu. Qarasak biz forangiz vaqt ketib turibdimiz, snorfietsmi forangiz vaqt ketib turibdi. Biz hozir qayrilmoqchi. Yani recht doorgaande verkeer gaat voor afslaande verkeer. Yani udulmangan qatnash qayrilgan qatnashning oldida mangdi, ya'ni qayrilgan qatnash udulmangan qatnashga yo'l berdi degan qoida bo'yicha snorfiets udulmanganlik uchun biz uningga yo'l beramiz. Buning javobi ya. Endi keyingisi kelaylik. Jag vill links af mot de rode auto för laten gaan. Ya'ni biz ma qora mashina ekanmiz-ku, hozir dars mashinasi. Biz hozir ma solga qayrilmoqchi ekanmiz. Siz hozir sol qayrilmoqchi, qizil mashinani cho'qim yo'l berishingiz kerakmi deydi-chu. Buning javobi ham ya. Baştaki savolga o'xshaydi. Shu recht doorgaande verkeer gaat voor afslaande verkeer. Yani udulmangan qatnash, qayrilgan qatnashning oldida mangdi. Biz qizil mashina udulmanganlik uchun biz buningga yo'l beramiz-chu. Odatda mushta qayrilgan vaqtlarimizda mashinalar yo'l berib bexatar bo'lsa, ondan qayrilamiz. Keyingi savol kelaylik. What ser juist volgorde van voorrang? Ya'ni yo'l berishninki to'g'ri tartibi qanday deydi. Qarasanglar, bu yerda hozir 4 qatnash bor ekan. Mashinaning endi velosiped, uning keyindan motor fiets, snorfiets. Qarasak yo'lning ustida hech qanday qatnash taxtalari yoki qatnash belgilari yo'q ekan. Demak, bu gelijkwaardige kruising bo'ladi. Endi qarasak qizil motorliq velosiped, qizil motor fiets, mashina, yani qizil kiyim kiyib olgan, motor fietsni haydab olgan odamga nisbatan o'ngdan keldi. Shunga qizil motor fiets mashinaga yo'l berish kerak. Lekin mashinaning yinida velosiped ketib olgan odam bor ekan, bu o'ngdan keldi. Mashina velosipedga yo'l berish kerak. Lekin velosiped bilan snorfietsni hisoblasak, snorfiets velosiped nisbatan o'ngdan keldi. Bunu yo'l berish kerak. Shunga hozir bu qoida oldi bilan snorfiets, uning keyindan fiets velosiped, uning keyindan mashina, eng oxirida motor fiets. Yani o'ngdan kelgan qatnashga yo'l beramiz degan qoida bo'yicha shu buning to'g'ri javobi C bo'ladi. Endi keyingisi qaraylik. Ya'ni vi hat hier als laatste. Kim eng keyinda mangdi deydi-chu. İmtihan şekilde yani bir köp çıkıdığan sualının bir şekilleri kim başta mağdu, kim ahırda mağdu dep çıkıdı. Şu sualga çoğum optan dikkat kılыңlar. Biz köpünce ahvallarda başta mağdığanlarını kıplam hata tanlap koyumuz. Yani miyade deydi o hazır kim en keyinde mağdu deydi. Qarasanglar, bu yerda bir velosiped dep 3 qatnaş var ekan. Velosiped, snorfiets, and mashina. Hozir men snorfietsning oldida stopboard bor ekan. Ya'ni stopboard nimani bildiradi? To'xtaydiq, cho'qim kravsindi vaqtiki qatnashga yo'l beradiq. Anda men fietsning, velosipedning oldida mu hayintandan bor ekan. Hayintandanning uchi fiets qarabdi. Bumi to'xtay, bumi demak yo'l beramiz degan gap. Ma'qul ahvolida mashina oldida men soludi. Endi keldik fiets bilan snorfietsga kim başta mangdi degan vaqtda qarasanglar, snorfiets udulmangdi ekan. Lekin fiets sol tarafga qayrildi ekan. Snorfiets oldida stopboard bo'lganligi uchun bu faqat kravsindi vaqtga, ya'ni o'ng tarafdan sol tarafdan kelgan qatnashga yo'l berdi-chu. Lekin hozir bu yerda fiets qarshi tarafdan keldi. Qarshi tarafdan kelganligi uchun ham bu fiets sol tarafga qayrilganligi uchun recht doorgaande verkeer gaat voor afslaande verkeer. Yani udulmangan qatnash qayrilgan qatnashdan oldida mangdi degan qoida bo'yicha snorfiets başta mangdi, eng keyinida fiets mangdi. Şun bunun javobi, yani kim eng keyinda mangdi deb so'raganlik uchun javobi fiets bo'ldi. Endi men deydi, mutiyada bispandan vaqin foru latin xan, yani bu atarvisiga yo'l berishingiz kerakmi deydi. Qarasanglar, buni qatnash taxtisi bor ekan yinimizda, bu
Hain tandının uçu bizga qarapdı, yo'ldan barkan hain tandan. Demek biz muşu Kraus'unda vaqtiki büstürdürge yol veretdik. Bispanın vaqın büstürdürge təbə. Şun biz bunun yol birimiz, şun bunun cevabı. Endi keyingisi kelsek, yani kim başlamağı deydi şu yana. Qarasaq 4 qatnaşmagan miyal bir qızıl maşina, fraxt auto, yük tuş maşinası, miyal bir piyada mağucu, miyal bir qara maşina. Normalda piyada mağucuğa biz piyada mağucunun qaydasını yani ayrım ders qıp sözleyimiz. Lekin yolda zebra pat yani piyada mağucular piyadalar ötüş yolu olan boldu eken çoğun piyada mağucuğa yol örümüz şu adette. Şuna hazır aldılama qarasak mı bu yolda hiç qanday bir qatnaş taxtisi belgisi yo'qkan ku kimning başlamamış basmamasın belki çünkü bu ham xilayik vardı crossing bo'ldi-chu. Andama yolda zebra pat yani piyodalar ötüş yolu bo'lganligi uchun cho'qim foot hangarga yo'l beramiz. Oldi bilan foot hangar mağdu. Endi keldi qizil mashina, fraxt auto, qora mashina. Endi qizil mashinaga nisbatan fraxt auto o'ng tarafdan keldi. Shunga fraxt auto qizil mashinaning oldida mağdu. Lekin fraxt autoga nisbatan qara mashina o'ng tarafdan keldi. Shun qara mashina boshda mağdu. Shunga oldi bilan foot hangar piyoda mağuchi zebrapat bo'lganlik uchun miyada uning keyindan qara mashina, uning keyindan yuk tush mashinasi, eng oxiri qizil mashina. Shun buning javobi. Endi keyin kelaylik. Kim eng keyinda mağdu deydi-chu. Yani oldi bilan qaraymiz. Xilayik vardikmi, o'n xilayik vardikmi? Qarasanglar, hech qanday qatnash taxtisi belgisi yo'q. Demak, xilayik vardik crossing. Xilayik vardik oldidan kim o'ng tarafdan keldi, shuningga qaraymiz. Qarasanglar, bu yerda bir qizil kiyimlik motor fits bor ekan. Qara mashina buningga nisbatan buning o'ng tarafidan keldi. Shun qara mashinaning boshda minish haqqi bor. Qara mashinaning yinda bir velosipedlik odam bor ekan. Endi bu ikkisi hozir o'xshash bir yo'lda, lekin velosiped udulmag'di ekan. Qara mashina o'ng tarafga qayrildi ekan. Lekin raxt Turxanda firker, Xatfor Afsalanda firker, yani udulmagan qatnash, qayrilgan qatnashdan oldida mang'atdi. Shun velosiped udulmaganlik uchun oldi bilan velosiped mang'di. Uning keyindan qara mashina mang'di. Eng oxirida motor fits, motorliq velosiped mang'di. Bu savolda kim eng keyinda mang'di deganlik uchun yana qizil kiyim kiyib olgan motorliq fits eng keyinda mang'anlik uchun buning javobi C bo'ladi. Ya'ni biz 10 dars o'rganib o'tgan xilayik vardiq crossing bilan 10 xilayik vardiq crossing to'g'risida imtihonga mushta savollar chiqadi. Kim boshda mang'di, kim oxirda mang'di yoki mushta 3-4 bir crossingda 3-4 xil qatnashdi berib 1 2 3 4 deb nomerlar bor. Qaysi rad tartib bo'yicha tizib berang degandek mushta shakllarda savollar chiqadi-chu. Agar shu men sizlarga tavsiyalarim bu darsni bir ikki qitim anglatinglar. Anglatgandan keyin yo'lda mang'an vaqtinglarda, mashinada o'tirgan vaqtinglarda işte bir crossinglar, kesishma yo'l ig'izir uchirsa, qarab xilayik vardikmi, o'n xilayik vardikmi, ashuni nim qilgandan keyin har xil shaklda o'zinglar ishlab baqsanglar bo'ldi. Jam to'rdimmi? Mashq savollarni jiq topa olasizlar. Men inshaalloh keyin qitim dars so'zlaganda shu to'rdan mashq savollari bor turbatlarni qoldirib qo'ysam bo'ldi. Ya'ni bu xildagi savollarni mashq qilishning eng yaxshi shakli shu, ko'p ishlab berish bu savollarni-chu. Ko'p ishlab bergandan keyin inshaalloh bek ta'sis mazmunlar emas. Ma'qulomsa bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Keyin qitimliq darsda ko'rishaylik.